Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana men bir narsani aytmoqchiman. Toshkentda Sultaniyadan uy sotib olgandik. Shogirdlarim bilan. Keyin shu uyni egasi bilan tanishdik, domni Rasul aka bilan. Juda yaxshi inson, juda ishonchli inson. Chunki men o'zimni opitimdan kelib aytyapman. Juda mamnunman sotib olganimizdan. Hamma xizmatlari, hamma nimasi vish urinda. O'ylaganimdan ham zo'r. To'g'risi, hozir shogirdim bilan birgalikda proyekt qilyapti Rasul aka. Bu odam juda ishonchligiga men o'zim amin bo'ldim. Juda ishonchli odam.